Heyo, hammaga salom o'rtoqlar. Sizlar bilan Musovo kanali va men Muzaffar G'afurov. Bugun biza men akkauntimni obzor qilib beraman car parkingda. Xo'p, boshida garajlardan boshlaymiz. Tak, mana mashinani udalить qilib bo'lmaydi, chunki oldin Lada bersa, hozir mana mashinani berdi. Undan keyin bu mashinani ko'p haydamayman, o'sha sotib ham bo'lmaydi, men ham qilib bo'lmaydi, bilmayman. Mayli turaversin, xo'p. Men mashina bu sovg'aga kelgan mashina, buni udalить qilib bo'lar ekan. Lekin mayli turaversin, zarar yo'q. W201 bundan keyingi mashinamiz, ko'rayotganinglardek. Bunga ancha-muncha mehr beraman. Bu Supra sizlarga sovg'aga beriladigan mashina. Ko'rib turganinglardek. Bu ham bu Kaban deyiladi. Videoni cho'zish niyatim yo'q, shuning uchun tez-tez o'giraman. Diskalar almashtirilgan, boshqalar qilingan. Sizlarga sovg'aga beraman. Keyin Cadillac Escalade eskicha varianti. Bunda ham zo'r diskalar taqilgan, mana bunaqa. Keyingisi adashmasam BMW M5 F10. Ko'rib turganinglardek, o'zim yasaganman men vinillarini. Bunga ham sovg'aga kelgan. Hop. Shuni bundoq qilsak, balki sal yaxshiroq chiqar. Hali xo'ja ali bor-ku, izi borgan. Mayli do'stlar, shu ham turaversin, hech nima qilmaydi. Bu davrini qiroli, mana qaranglar. Buni bosib ko'rsataman sizlarga. Dragda udar. Tezroq bo'lsa-chi. Oxirida shu mashina bilan, любой bitta mashina bilan poyga o'ynaymiz, mana shu mashinada. Mana salon ashinalari, buni qilamiz, qilib AVD stabilizator. Qaranglar do'stlar, buni bosib, buni dragga qo'yib ketdik do'stlarni, qaranglar. Bosish yaxshi, lekin bosishlari yaxshi. 2 sekund turuvni, mamki buni qo'yib balon qizib olsa, ancha zo'r yurib beradi, balon qisib olamiz. Chap taraf balon sal qizidi, shuna qilib ozgincha tursak, o'sha o'yin qo'totdi. O'ng taraf ham sekin qizyapti. Qizib olsa atak bizadi. Shundan qilamiz-da. Dronni shundan qo'yaveramiz. Ozgincha kutib turamiz do'stlar, ko'rayotganinglardek. BMW Burnout bo'yicha zo'rlayman, Mercedes Drift bo'yicha desam ishonmaydi ko'pchilik. Mana isboti bo'ldi. Ikki taraf ham qizidi. Endi bitta bosib ko'ramiz. Ancha zo'r do'stlar, ancha zo'r. Ay, bilmadim, uzr. Qilib 190. Hozir aynisini ko'rsataman. O'sha chit qilingan mashinalarga o'xshaydi, u zo'r mashina. O'zimga yoqadi, buni bera olmayman, uzr. Mana do'stlar, 187 raznica bor. Mayli bundan ham qizitib qilsam bo'lardi, lekin voy, o'yin qochishini. Mayli meni qaytamiz, bundan ham zo'r qizitsam bo'lar edi. Afsus, video BMW haqida emas. BMW haqida kim qiziqsa, undan ham video olboraman. Xo'p, shu BMW menga BMWlar orasida yoqadi. Keyin qaysi mashina? Gelik do'stlar, bu gelik ham o'zim yoqadi. Buni obunachimiz sovg'a qilganlar, rangini qilganman, boshqa qilganman. Lyuka ham chizganman. Keyingisi Tahoe. Tahoe ham ko'p editlarda chiqdi, videolarda chiqdi. Aktivlikni ozgincha ko'tarib berdi. Bu BMW M3 arbuzchik deyishadi. Ham sirena olib qo'yamiz. Lishniy sirena qo'yib onlaynda hamma ishtirokga tushirsa bo'ladi. Bu mashinani ham tayyorlaydigan obunachimiz sovg'a qilishga ham vinilni qaranglar do'stlar. Qo'yimni qilib qo'yamiz. Vinil zarar yo'q. 222 ta vinil chizilgan. Xo'p, keyingisi mana bu mashina, buni ko'proq kortejlarga bossam dumalab ketib qoladi, mana. Bu vashshi zo'r mashina. Keyingisi Corvette 8Z06. Bu mashina ham o'zim yoqadi, anab ketib turadi buni. Do'stim Dilex uz sovg'a qilgan, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Pastda qoldirdim kanalni. Keyingisi Range Rover
Tohirov ko'pimani sovg'alar bu ham. Keyingisi ham sovg'ada kelgan bu. Keyin bu ham sovg'ada kelgan. Ko'rib turganingizdek. Hop, endi biz ham misol uchun любой bitta mashina olamiz. Tak. Hop, shuni o'ra qolaylik. Bunaqa qilib. Birinchi sizlarga biznesimni ko'rsataman. Bitta biznes olganman, men ham ishlab. Bo'la qolsangizchi. Keyin do'stlar, bu akkauntni hech kimga bera olmayman. Chunki bu full akkauntim. Lekin qanaqa qilganim o'rgatishim mumkin mana hop. Mana bitta mo'yka bor, ko'pchilik mo'yka deydi. Mo'ykadan bozorga ketib turish. Mo'ykadan shuna bozorga ketib tursanglar, mana bitta kirasizlar. Kesinglar, mana biznesim, mana bunday pullar olamiz. Shu meni birinchi biznesim, boshqa biznesim yo'q. Bilmadim, yana ocharman pul kelsa. Hop, keyin uyimga boramiz. Uyimni ham chiroyli qilib qo'yganman o'zim. Nimni olaman bitta. Ishlamasligini. Nima qilib bo'ldi do'stlar? Hop, grafika variable. Izora degani grafika. Bo'ldi, короче, nima qilib Corvet'ga 8 olaman. Nima yuraman? Ozgincha obzorchi. Endi nima yoqdanish u bu deb yozmaylar. Просто tak obzormi? Obzor bo'ldi har xil mashinada. Misol uchun 2 marta bitta joy borsam, ikkalovdan 2 xil mashina olishim kerak. Deb o'ylayman, yana bilmadim. Uyimning obzori chiqadi yaqinda. Akkaunt obzori bu. Mana uyim. Ko'pchilik shuni dacha deydi. Bu dacha emas, bu uy do'stlar, adashtirmanglar. Mashinam nima qorda yotibdi? Ichini joyini ko'rsataman sizlarga. Nima qilsak, mana saloni sekinroq qilib, endi birinchi litsa bilan olib kiraman. Tak, birinchi litsa где-то mana. Ikkinchi litsa deganim adashyapman. Sekinroq kelib, mana ochamiz, bossak, garaj ochib beradi. Sekin mana bundan tushib olamiz, mana garajim. Garajni udar qilib qo'yganman. Men ham ishlab shu narsalarni sotib olganman, keyin buni qilib uyimga kirib ketsam bo'ladi, mana uyim. Ular shu keyin nima yana? Onlayn o'ynamoqchi bo'lsanglar, ID'imni ko'rsataman. Keyin akkauntim keng. ID'im mana 166 soat nima? 1669 soat 7000 ta o'ynalgan ekan. Yaxshi. Bu opshini ko'rsatadi, kim bilmasa. Keyin buga hammasi obzor qildim, короче. Bu nimaligini tushunmayman. Keyin do'stlar hamala. Video tugadi, ko'rganingiz uchun rahmat. Mana любительный bananinglar. Shu ham shu o'tdi. Kim meni ko'rib qolsa, aka obuna chizman desanglar, mashinada aylantirib kelaman ozgincha. Video tugadi. Hammaga xayr, hammaga rahmat. Ko'rganingiz uchun like bosib obuna bo'lib qo'yinglar.